Ma qahvani etdigan uyda damlab ochiq ketgan hozirgacha bir 3-4 soat vaqt bo'ldi. Texicha issiq bitib turibdi. Mushu menga o'xshash cho'qim etdigini qahvadan bir stakan damlab ochiq turgan do'stlar bormi? Bo'lsa men o'zim ishlayotgan ma okeanusniki bovmesini sizlarga tavsiya qilaman. Buni muzlab turib qahva qilsaqmi cho'yliq muz 20 kuncha oldirib erib ketmaydi ekan. Men cho'qim yenimda ayirmayman stakanni. Qahva xallarga berib qahva yasamni o'zimning stakansini apirman 5 koy azan qilib berdi. Balamni arvosida aylantirgan vaqtlarimda yenimga olma bir xil yoqtirmayman turmuş adetini. Eğer ihtiyacınız varsa asırlık olanmağı isip koyay. Kirasaksız. Qara rengim bakken, to'qon rengim bakken men mebay sesini bek yoqtirdim. Odatda mani shiltatdim burun. Ammo hozir o'ylab baxsam bo'lsa kichik mani oldim. Chunki muz sep turib qahvadan desam, chiq qahva batmaydi. Cho'ngim bor menda, bunda olur bor. Buni ko'tarib yurishdan sal xijillik adam. Mashinamdan ayirmayman yenimdan. Agar kerak bo'lib qolsa, işte issiq saqlaydigan, so'g'am saqlaydigan stakan kerak degan do'stlar, okeanuskin setib olinglar. Sizga o'zimgim chiroyli ko'randi bu. Chunki asirlik olanmağı isip qo'ydim, do'stlar. Sizga xushalliq kunlar yer bo'lsin.